musulmon odam aldamaydi va aldanmaydi. Aldamaylik va aldanmaylik. Va o'sha internetlarda yo hayotda aldab yurganlar, yo ayol kishi bo'lishi mumkin, erkak kishi bo'lishi mumkin, yo aka, uka, opa, singil. Xudodan qo'rqin, Allohdan qo'rq. Xo'p, bu dunyoda aldam netib mashina olarsan, yaxshi uy qurarsan, yaxshi yashaysan, necha yil yashaysan? 30 yil, 20 yil, 10 yil. Qiyomatda do'zaxga tushasan. Alloh Qur'onda aytib turibdi bu narsani. Ayniqsa yetimlarning haqqini yeganlarni do'zax o'ti bilan qorningni to'ldiraman deyapti Alloh. Birovlarning haqqi, unutmang, sizning haqqingiz menga o'tdimi? Xudo saqlasin. 100% menda qolmaydi. Ishoning, menda qolmaydi. Alloh do'zaxga, jannatga tiqishdan oldin hammasini hal qilib qo'yadi. Chunki birovning haqqini yemaylik akalar.